uylarni arzonroq sotib olishni bitta siri bor. Ko'pchilik arzonroq uy sotib olishni xohlaydi, arzonroq narxga. Misol uchun 55 ming dollarlik uy sotilyapti. Siz borib uni 50 ming dollarga so'raysiz. Oradagi farq 5 ming dollar. Uyni sotmaydi, boshqa uy qidirib ketasiz. O'shanda qisqacha tajribamdan kelib chiqib sizga bitta maslahat beraman. Uy sizga yoqdi, lekin siz xohlagan narxdan sal qimmatroq so'rashyapti uy egalari. O'sha paytda bo'pti, bizga ma'qul kelmadi deb ketmangda. Mayli, bizni pulimiz tayyor. Men shuncha narxga bersang ola olaman uyingni. Mana kontaktim, mabodo sizga shu narx ma'qul kelib qolsa, telefon qiling, aloqaga chiqing deb qoldirib ketish kerak, o'zingizga yoqqan uylarni ko'rganda. Tajribamdan aytishim mumkin, mana shunaqa holatlar menda ham bo'lgan. Men olmoqchi bo'lgan uylarni bermagan, kontaktni qoldirib ketganman. Mana shunaqa narxda bersangiz sotib olaman deb. Keyin aloqaga chiqishadi ba'zi holatlarda. Chunki ko'pchilik uy sotayotganda uyni kattalashtirish maqsadida sotadi. O'ziga ma'qul uy chiqib qolganda, o'sha klientga sotsam bo'lar ekan degan xayol keladi, lekin kontakti bo'lmaydi. O'shaning uchun o'zingizga ma'qul kelgan uylarda sal qimmatroq so'rayotgan bo'lsa ham, kontaktingizni qoldirib keting, mana shu narxga beraman desa, beraman, sotaman desangiz, shu uyni sotib olaman deb kontaktingizni albatta qoldirib keting. Bu albatta effekt beradi.